Hurmatli yurtdoshlar, muhtaram prezidentimizga taqdim qilingan tadbirkorlik muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan hamda aholi va biznes vakillari tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'layotgan bir qator muammolar bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Amaldagi tartibga ko'ra, ayrim hollarda korxona nomi, faoliyat turi yoki savdo belgisi aks etgan peshlavhalar ham reklama sifatida baholanib, ular uchun alohida pasport rasmiylashtirish va to'lovlarni amalga oshirish talab etilmoqda. Ma'lumot o'rnida 2025-yilda reklama pasporti olinmaganligi va tegishli to'lovlar to'lanmaganligi holatlarida 384 nafar shaxsga jami 8,2 milliard so'm jarima qo'llanilgan. Shu munosabat bilan tadbirkorlik subyektining nomi va faoliyat turi to'g'risida binoga joylashtirilgan axborotni reklama sifatida baholamaslik va buning uchun tegishli pasportlarni rasmiylashtirishni bekor qilish taklif etildi. Reklamalar va boshqa axborot belgilarini joylashtirishga doir dizayn talablarini tadbirkorlar takliflarini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich joriy etish, yuridik shaxslarga tegishli transport vositalariga o'z savdo belgisini joylashtirish tartibini soddalashtirish tashabbusi ilgari surildi. Suv va salqin ichimliklar ishlab chiqaruvchilar uchun majburiy raqamli markirovkalash va agregatsiya tizimini joriy qilish bilan bog'liq texnik va moliyaviy xarajatlar ishlab chiqaruvchilar zimmasiga katta yuk bo'lib, ayrim korxonalar hali texnik jihatdan to'liq tayyor emasligi qayd etildi. Shu bilan birga amaliyotda qoidalarni buzganlik uchun yuqori miqdordagi jarimalar qo'llanilmoqda. Ma'lumot uchun, bugungi kunda respublikamizda 286 ta mahalliy suv va ichimlik ishlab chiqaruvchilar bo'lib, tovar aylanmasining katta qismini tashkil qiluvchi 10 ta yirik korxonaning 5 tasigina agregatsiya tizimini yo'lga qo'yishga tayyor. 2026-yilning 4 oyida esa markirovkalash qoidalarini buzganligi uchun 2600 ta tadbirkorga 30,6 milliard so'm jarima qo'llanilgan. Shu sababli agregatsiya talablarini joriy etish muddatini 2027-yil 1-aprelgacha uzaytirish va jarimalarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha takliflar kiritildi. Yig'ilishda ko'tarilgan yana bir muhim masala 2026-yil 1-apreldan alkogol va tamaki mahsulotlari, yoqilg'i sotish hamda 25 million so'mdan oshadigan tovar, xizmatlar uchun naqd pulsiz to'lovlar joriy qilinganligi bilan bog'liq holatlar muhokamasiga bag'ishlandi. Xususan, to'lovlarni amalga oshirishda aholi tomonidan bank kartalarini naqd pul bilan to'ldirishda yuqori komissiyalar undirilayotganligi yuzasidan ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Shu munosabat bilan fuqarolarning o'z kartalari o'rtasidagi pul o'tkazmalarini komissiyasiz amalga oshirish bo'yicha takliflar bildirildi. Yig'ilishda shuningdek soliq ma'murchiligi va ma'muriy jarimalar bilan bog'liq bir nechta masalalar muhokama qilindi. Xususan, 2025-yil 1-yanvardan boshlab umumiy ovqatlanish korxonalariga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish tartibi joriy etilgan. Bunda ularning oylik aylanmasining naqd pulsiz qismi 60% va undan yuqori bo'lganda to'langan soliqning 40%, 60% dan kam bo'lganda soliqning 20% qaytariladi. Mazkur holat naqd pulsiz tushumlar ulushini 60% ga yetkazish uchun naqd pullarni kirim qilmaslikka sabab bo'lmoqda. Shu sababli umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish tartibini soddalashtirish, ayrim savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish obyektlari uchun ekologik ekspertiza hamda kompensatsiya to'lovlari bilan bog'liq tartiblarni yengillashtirish taklif etildi. Bundan tashqari, amaldagi ayrim soliq imtiyozlari soliq kodeksida aks etmaganligi sababli tadbirkorlar bilan bog'liq nizoli holatlar yuzaga kelayotganligi ham qayd etib o'tildi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 ta farmoni va 21 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining 2 ta qarori bilan berilgan soliq imtiyozlari soliq kodeksiga kiritilmagan. Shu munosabat bilan amaldagi imtiyozlarni soliq kodeksiga kiritish va tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha takliflar bildirildi. Yana bir muhim masala. Ayrim hollarda penya miqdori asosiy soliq qarzidan oshib ketishi hamda kassa cheki bermaslik uchun qo'llanilayotgan jarimalarning yuqoriligi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganligi ta'kidlandi. Shu munosabat bilan soliq kodeksida tadbirkorlarga hisoblanayotgan penyalar summasini asosiy soliq qarzdorligi summasidan oshib ketmasligi bo'yicha normani aks ettirish, chek bermaslik holatlari yuzasidan xabar yuborish tizimini suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish taklif qilindi. Yuqorida qayd etilgan shu va undan ortiq shu kabi masalalar
Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ko'rib chiqilib, tadbirkorlar uchun ortiqcha to'siqlarni kamaytirish, nazorat va tartibga solish mexanizmlarini soddalashtirish, raqamlashtirish jarayonlarini biznesga qo'shimcha yuk emas, qulaylik yaratadigan vositaga aylantirish zarurligi ta'kidlandi. Ular bo'yicha bildirilgan takliflarga rozilik berilib, mazkur takliflarni amaliyotga joriy qilish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Hurmatli yurtdoshlar, agar mamlakatimizda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash va byurokratik to'siqlarni kamaytirish bo'yicha takliflaringiz bo'lsa, Biznes ombudsmanga murojaat qiling. Bizni kuzatishda davom eting.